Aqlli odamsizlar, o'rgatishga yoshlik qilaman, to'g'rimi? Bozorda bu mashina 3 barobar qimmatga pullash mumkin, ha? Pulni esa, ha? Teng bo'lishib olasizlar, ha? Kallangi balli. Men bunday fikrchi general, marshal, generalissimus unvonini beraman. Xuddi shunaqasidan ovolasan o'zingga. Mana bu boshqa gap. Yaxshi chora, lekin nega mashinamni sotishim kerak? Aldam qaldamga ne hojat? 09 meniki. Men uni yutib oldim. Bir umr orzu qilardim. Baxtim kulib boqqanda, endigina yetishgan mashinamni o'z qo'lim bilan bozorga olib borib sotishim kerakmi? Pulni nima keragi bor menga? Menga shu mashina kerak. Mahmudchi quruq qo'l bilan ketaverar ekan-da. Xalq oldida so'z beraman. Unga Zaporojetsimni beraman. Shadaro Aravenimi?